millat va dinlar aro nizolarni keltirib chiqarishga urinayotgan shaxslardan biri endilikda O'zbekistonda bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berish jinoiy javobgarlikka tortilish haqida post joylabdi. Gap shundaki, yaqin kunlargacha mamlakatimizda bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berish jazosi yengil edi. Endilikda Jinoyat kodeksining 229-moddasida tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Unga ko'ra, maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib yoki xususiy tartibda diniy ta'limotdan saboq berish endilikda to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 5 yilda 13 mingga yaqin bola noqonuniy diniy ta'lim olgan. Ularga asosan hujralarda va internet tarmoqlari orqali noqonuniy diniy ta'lim berilganligi aniqlangan. Mamlakatda diniy ta'lim berish huquqiy asoslar orqali tartibga solinib, mazkur jarayon faqat rasmiy diniy muassasalarda amalga oshiriladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali jamiyatda buzg'unchilik, salbiy mafkuraviy va radikal g'oyalarni tarqatish orqali millat va dinlar aro nizolarni keltirib chiqarishga urinayotgan shaxslardan biri endilikda O'zbekistonda bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berish jinoiy javobgarlikka tortilish haqida post joylabdi. Gap shundaki, yaqin kunlargacha mamlakatimizda bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berish jazosi yengil edi. Bunday toifadagi huquqbuzarlar Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-moddasiga asosan javobgarlikka tortilib, ba'zi hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha jarimaga tortilar edi yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanardi, xolos. Bu esa hech qanday diniy ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, xonadon va yashirin joylarda voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy diniy saboq berish holatlari yildan yilga o'sib borishiga imkon yaratayotgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 5 yilda 13 mingga yaqin bola noqonuniy diniy ta'lim olgan. Ularga asosan hujralarda va internet tarmoqlari orqali noqonuniy diniy ta'lim berilganligi aniqlangan. O'zbekiston dunyoviy davlat sifatida din va ta'lim borasida ma'lum bir muayyan tartib va qonun qoidalariga ega. Mamlakatda diniy ta'lim berish huquqiy asoslar orqali tartibga solinib, mazkur jarayon faqat rasmiy diniy muassasalarda amalga oshiriladi. Qolaversa, noqonuniy diniy ta'lim berish nafaqat diniy soha, balki jamiyat xavfsizligi va barqarorligiga jiddiy tahdid solishi mumkin. Odatda noqonuniy diniy ta'lim asosan din bo'yicha yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan berilib, ular faoliyati jamiyatda turli xil qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Shundan kelib chiqib, bola huquqlarining kafolatlarini yanada mustahkamlash, bolalarning har tomonlama kamol topishi va farovonligi uchun barcha sharoitlarni yaratish maqsadida endilikda Jinoyat kodeksining 229-moddasida tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Unga ko'ra, maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib yoki xususiy tartibda diniy ta'limotdan saboq berish endilikda to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Bu tartibdagi huquqbuzarlik uchun ba'zi hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravargacha jarimaga tortish yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Ushbu normalar yuqoridagi noqonuniy harakatlarni oldini olish, jamiyatda sog'lom muhitni ta'minlash, bolalarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini yanada ishonchli himoya qilish kabi ezgu ishlarga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi yillarda barcha sohalar kabi diniy sohaga ham katta e'tibor qaratildi. Dinga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgardi. Masjid, madrasa va ziyoratgohlarga boruvchilar safi kengaydi. Yangi tahrirda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun va konstitutsiyaning qabul qilinishi
diniy sohadagi eng muhim qadamlardan biri bo'ldi. Mazkur hujjatlar orqali fuqarolarning dini, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, millati, irqidan qat'iy nazar qonun oldida tengligi, ular o'zlari xohlagan dinga e'tiqod qilishlari va o'z diniy marosimlarini emin-erkin bajarishlari kafolatlandi. Azaldan chala mulla din buzar deb bekorga aytishmagan. Post muallifi kabi chala mullalar diniy saboq berish niqobida murg'ak bolalarimizni miyasini zaharlashda, jamiyatga nisbatan adovat va buzg'unchilik ruhida tarbiyalashga urinishadi. Shunday ekan, har birimiz farzandlarimizni noqonuniy diniy ta'lim olish, qonunga xilof diniy targ'ibot va turli norasmiy diniy jamoalar ta'siridan asrashimiz lozim. Yaxshi maqsadlarda foydalanishlari uchun qo'llariga olib berilgan telefon qurilmalarida noqonuniy diniy adabiyot va ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik, zo'ravonlikni targ'ib etuvchi audio va video ma'lumotlarni saqlamaslik va tarqatmasliklariga hushyor bo'lmog'imiz lozim.